Assalomu alaykum akalar, tuzingizlar, chaqqanasizlar. Mana akalar, mana akamizga uyga olib kelib berdik, stanogimizni. Ishlashlari mana. Hozir uyga olib kelib o'rnatib tushirdik. Biz sinab beryapmiz. Nechtalik bu kompressor? Kompressorni o'zida olishgan ekan, lekin yaxshi kompressor ekan, zo'r kompressor. Ovozi ham past edi mana. Atek degan firma ekan mana. 50 talik. 5 shumli deydi, mana 5 shumli bo'ladi mana. Ovozi juda past. Bitta xonada bemalol ish qilsalaring bo'laveradi, bemalol. Akam video qildi. Akalar, kimga shunday apparat zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, narxlar kelishgan holda. Qo'shni davlatlarga ham chiqarganmiz, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiyaga ham chiqarganmiz. O'zimizda uchta eltib beradigan taksilar ham bor, narxlari kelishgan holda. Aloqaga chiqaverasizlar, gazni bosamiz.